Mashinada mana iynasini almashtirganda mana boltini olib tashlash kerak emas. Toza igna qo'yib, sal bo'shatgan bilan igna olinadi. Keyin mashina chaynab qolsa, ichiga ip kirib qolsa, ekranga boshqacha son ko'rinib qoladi. Shu paytda mashina bu yoqqa o'tib, pedal bosib ishlamaydi. Shu paytda pedal kallasidan mahkam ushlab, oldiga orqaga kuch bilan aylantirish kerak. Shunda ip chiqib ketadi, ip keyin o'chirib yoqsa, ekran oldingi holatga qaytadi. Keyin yana ishlatsa bo'ladi. Overlockda ham shunaqa. Overlockda ham ignani almashtirgan vaqti mana bu quloqchasi bor. Quloqchasini polni tortganda bu chiqadi mana. Keyin ignalarni almashtirgan vaqtida отверткasi bor, mana qizil. Mana shu отверткasi bilan almashtiriladi. Bittasi mana bu o'ng tarafdagi ignasi bundan. Bunda ham boltni olib tashlash kerak emas. Bitta bo'shatgani bilan o'zi ignani pensit bilan olsa bo'ladi. Bu chap tarafdagiga bo'lsa mana bu temir mana xalaqit beradi. O'shaning uchun mashinani ozroq aylantirib, mana endi keldi mana. Bu boltdan bo'shaydi. Birinchi igna chap tarafdagi igna bundan bo'shaydi. Buni ham shu 2 marta aylantirgani bilan igna olinadi. U boltni ham olib tashlash kerak emas. Bunda toshli narsalar, juda qalin bo'lib ketgan narsalarni tikish tavsiya berilmaydi. Normalniy o'rtacha narsalarni tikinglar. Unda ham shu toshli narsalarni tikish tavsiya bermaymiz. Toshni olib tashlab tikkan yaxshi.